Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik şeyimizle başlayımız. Dalai Lama 9. ayda Angliyani ziyaret kıldı. Vezir Cameron bilen uçuruşuş orullaştırıldı. Mavzulu haber 9. ayının 8. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Tibetlerinin sergerdan manevi dayıs Dalai Lama 9. ayda Angliyani 9 gün ziyaret kıldı. Lekin Vezir Cameron bilen yoki har qandaq bir Angliya amaldori bilan yakki yigona uchrashmaydi. Dalai Lama'nın bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Biz Dalai Lama'nın Angliyaning veziri yoki Angliya amaldorlari bilan ko'rishish talabini o'tirib qo'ymadik. Dalai Lama tashkilotlarining va shaxsiylarning chaqirig'i bilan Angliyaga ziyoratga kelyotdi. Bu albatta shundaq. Dalai Lama 9. ayının 22. günü Angliya parlamentida Tibet teşkilatlarını qo'llash yig'inida nutq so'zlaydi. Bu teşkilat Jungo hukumatining Tibetda kishilik huquqqa qarshi harakat qilayotganligini ayblaydi. Dalai Lama yana Oxford qatorliq universitetlarni ziyorat qilib, Londonda mehribonlik va baxt yaratish temalarida nutq so'zlaydi. Dalai Lama so'zlaydigan nutqning temasi esdashlik qilish, baxtning asosidir. 9. ayning 21. günü sizlarga bilasizlar, balki shu atrofda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yillik yig'ini chaqirildi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilish uchun Rais Xi Jinping kelyapti. Bu kishi hozir anglashga qaraganda 9. ayning 28. günü Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nutq so'zlaydi ekan. Ama Dalai Lama 9. ayının 22. günü Angliya parlamentida nutq so'zlaydi ekan.